Vah, nimaga faqat mayda ishda o'yishim kerak? Kecha men bu sirni to'kdimmi? Bugun sen yuvasan. Polvonim, bugun nima ovqat? Jarko, Voy, mana men degan qizlardan shirindek qo'llaring. o'sha qizni olib keling, zahar qilsa ham yeyman. Aka, buncha ko'p cho'milasiz? Ishingmi? Buni izni uylantiring, vannada cho'ki bo'ladi bu ketishida. Ikkita katta ho'kizlarim bor. Loqal musul to'kib keldimi deyapti. Bor endi qanot chiqarib, mustur to'kib keling. Hala qarab tur, vannadagi videoyini qizingga tashlayveraman. Shu bitta sening bo'lsa edi. Bo'lishini xohlaysanmi? Endi kecho. Akamni oldi, meni uylantiring. O'zing ne bilmayapsan-ku, xotinni bilsanmi? 2006 yil shunaqa eplab qo'yadi, eplab bo'lmay qoladi. Va nihoyat uylanyapsiz, hamisha kelin qilar ekanda endi. Ama alohida chiqib ketolmanu. Bundan buyog'isi hammish san qilasan. Tug'ildim-u, bo'g'ildim. Ona, bizanikida sumali qilsak, maylimi sindoshlarimiz bilan? Mayli, ko'ringlar. Rostdan. Obra! Ko'tar faqat bizda ko'taramiz ham davay. Voy onajon, bering o'zim qilaman. Qo'ysiz chavora bo'lmay. Shu Marjon sindoshingni kelin qilsammikin, ha? Astag'firulloh deng, uni tarixi, jahon tarixidan uzun-ku. Zato meni yigitim onasi, sen yengiltaysan demagan. Onalar adashmaydi. Uyqum kelib ketdi, qattiq uxlasam bo'ladi. Shunda to'g'riga borganingda chapga burilsang, meni xonam. Ha, nima? Uxlarsam, baribir men qozon tepasida bo'laman-ku. Somali qilamiz deb boshimga chiqding. Endi telefon o'ynab o'tiribsanmi? Uni buni qanaqasiga o'tkazaveraman? PUBG Mobile yangi 3.7.0 versiyasi chiqdi. O'yinni 7 yillikka bag'ishlangan yangi kolleksion buyumlardan teskari pichoq paydo bo'ldi. Uni eksklyuziv effektlari bor. Aytgancha, Ruxshon ko'chasi puratdimi? Ke? Yo'q, bormayman. Ruxshon, hayotim, ke? Kakraz Navro'zga bag'ishlangan sovg'alarni birga bajarib olar ekanmiz-da. Joydan qo'yib yubor, tomog'im qurib ketdi. Bu oq choydan ne berasan? Men ko'k choydan qo'y. İngiliz tili o'qituvchi bilan o'ynash hammaga bas. Qozon yopilsin. Marjon, charchayon. Kechasi nima qildilaring? Hamma yapardak. Boshingga ko'tarib hammani yo'qlar edibsanlar. Bayram deb bo'lsin dedi ona. Ne Akbar urmayapsiz? Kecha aytasizmi? Rimenda kalta yegan. Oyi! Bor o'tir joyingga. O'qituvchini bolasi bo'lish ham mazza-da. Ona, pul bering. Bor, dars o'tyapman. Bering, qornim ochdi. Biladi, bular qanaqa vaqt olishni. O'g'lingiz urishibdilar, direktor chaqiryapti. Zavod chaqiryapti. Chiqib. Chunki tegdilaring. Lattani xohlab keldim amuchoy sizga. Bu sinfdoshim uncha mehribon menga. Bo'lajak keliningizda. Sen tugatguningcha bunaqa kelinlarning 10tasini ko'raman-ku. Bu so'nggisi. Sahar klinikada maqta yorliq olasan, nimadan berishdi bu safar? Ajoyib tarbiya va xulq uchun. Alam qilyaptimi? Test javoblari. Hammaga 2, Akbar shohga 5. Bittagina xato qildiganmiz-ku. Opa, ko'p katta xotinga mashina qayda balo bormi? Men sana zo'r haydayman, ber bu yoqqa kaltni. Oxiri xayr bo'lsin. Balo qazolardan o'zing asir. Siz meni o'ldirmoqchimisiz? Bu oyna orqadagi mashinani ko'rish uchun berilgan, lab bo'yash uchun emas. Yo'lingga qara, yo'lingga qara, yo'lingga qara. Opa, aybsizda-ku. O'chir ovozingni. Parkovka qila olmayapman, qibir. Mashinani siz haydayotgansiz, parkovkani men qilar ekanmanmi? Mana. Menga qaragin-u. Qatga. Voy, buyini opa nima qildingiz? Nima bo'ldi? Adam. Dunyo shunchalar qimmatmi? Adam. O'ldik. Aptekada to'xtang. Nimaga? Vaselin oling. Nimaga mana saharlikka turg'izmadinglar? O'zichi bittakkina joning bo'lsa, balo bormi senga? Tutaman. Teringda faqat suyak qopdi, skelet bo'lib qolmay yana. Siz o'sha teridagi yog'i ketkizishni o'ylang. Zori ozib qolarmi deysiz?
Yo'q, bilmay suv ichib qo'ydim. Ochildimi og'zim? Bilmay ichgan bo'lsang ochilmaydi. Eshik taqilasa o'zim ochaman. Ovqat tuzini ko'rib ber. Uyalmaysizmi? Men ro'zadorman. Ochilib ketadi. Ro'zadorman, uzog'i 2 kun. Baloni yebsiz. Meni nafsim balodur, yonor o'tga solodur. Ha, chidomay ochib yubormoqchimisan? Qatta o'zi bor yo'g'i 5 soat qopdi-yu. Tupugimni yig'ib yutaverdim. Ochilmadimi ekan og'zim? Etilimi nima yesang ochilmaydi. Kalta yesang ochilmaydi. Shu men bir bitta ro'za tutmaygan. Abdulla, senga 2. Aybim nima? O'pam hujjatda maktabimizga ovoz bermaganingga. Onasini esa sizlar yutmadinglar, biz qutulmadik. Sanoyi direktorlar-ku budjetda yutilgan pullar hammasi maktabga tushadimi? Uyalishimiz yetsammikan? Ha, maktabga tushadi. Tasavvur qilinglar, agarda yutsak, yangi elektron doskalar, partalar, kompyuterlar. U narsalar kelgunigacha biz bitirib ketgan bo'lamiz. Ko'larimizga qoladi. Sinfdosh sevmaslik kerak. Sen o'sha ruxshoyini qilmasam, uni maktabiga ovoz berding. O'layaga 50 ming berdi xolos qo'limga. Tinchlik qolmay yo'qmi? Yaqinda 8-martga pul ber, vinetkaga ber, lentaga. Endi bo'lsa ovoz ber. O'zi bittagina ovoz bergan bo'lsalaring. Sizdachi? Ikkitami? Ikkita ovoz berdingizmi? Ikkitami sizda? Nomer. Yak handa one a. Ona daladan uyga kim keldi? Qishloqdan qarindoshlarimiz kelgan. Qishloqdan kim kelsa bizaniki keladi-ya. Voy, bor so'rash. Mana uyda yo'q din. Ibi, Akbar shoh ko'rinmayapti. Ona! Ko'raysizmi, to'g'ri tirik. Ibi, bacham! Inang ovqat bermayaptimi senga? Ozib ketganingni qara. Yaxshimisizlar xola? Sir bo'lmasa necha kunga keldinglar? 1 oyga. 3-4 kungada. Bu eshik tepasiga 5 yulduz yilib qo'ysak bo'lar ekan-a? Tekin mehmonxona. Meni qachon shahar aylantirasiz? Xolisan dardisarni shahar ham aylantirish kerakmi? Uni o'g'illari meni xonamda yotmasin. Nima, men bilan adin o'rtasida yotsin. Bor tez joy solgir. Xo'p. Qo'poringga qo'rayotmayman. Mana bizning safarim tugadi. Ye xudoga. Bir-ikki kun qolsanglar bo'lardi. Qo'ymading, degan yana 1-2 kun qolamiz. Men podestda yotaman.